Aito'ning yangi krossoveri gibrid va elektromobil ko'rinishida taqdim etildi. Gibrid modifikatsiya hozircha faqat to'liq g'ildiraklar boshqaruv versiyasida mavjud. Elektromobil krossoveri esa orqa g'ildiraklar uzatmali varianti taklif qilinadi. Model uchun bir nechta qiziqarli texnologik yechimlar e'lon qilingan. Aito brendi 2021-yilda ishga tushirilgan. Bu Huawei va Seres kompaniyalarining qo'shma loyihasi bo'lib, u Huawei boshqa hamkor avtomobil brendlari bilan birga Hima Alliance'ga kiradi. Avval Aito qatorida M5, M7, M8 va M9 nomli 4 ta elektrlashtirilgan SUV kirgan edi. Joriy yil boshida esa brend yoshlar auditoriyasiga mo'ljallangan 5-model M6 krossoverini namoyish etdi. Endilikda Xitoyda yangi modelning dastlabki narxlari e'lon qilinib, oldindan buyurtmalar qabul qilina boshlandi. Kutilganidek yangi model gibrid hamda to'liq elektr versiyalarida taqdim etilgan. Aito M6 krossoveri silliq old qism va yarim yashirin eshik tutqichlarga ega bo'ldi. Faralar 2 bo'limga ajratilgan bo'lib, yuqori qismda ko'plab diodli nuqtachalar joylashgan. Orqa chiroqlar ham xuddi shu uslubda ishlangan. Ko'k rangli yoritish esa Huawei'ning ilg'or avtopilot tizimi mavjudligini bildiradi. Ushbu kompleks ko'plab sensorlar, radarlar va old oynaning yuqori qismida o'rnatilgan yangi avlod 896 qatorli lidarni o'z ichiga oladi. Mijozlar uchun xrom detallari o'rniga qora tashqi bezak va qizil tormoz supportlarga ega sportcha ko'rinishdagi versiya ham taklif etiladi. G'ildiraklar 20 yoki 21 dyuymli disklar bilan jihozlangan. Aito M6 uzunligi 4960 mm, kengligi 1985 mm, balandligi esa 1736 mm ni tashkil qiladi. G'ildirak bazasi 2950 mm ga teng. Elektr versiyadagi Aito M6 old qismidagi 202 litr hajmli qo'shimcha yukxona mavjud. Kapotni avtomobilning old qismidagi 2 marta yengil taqillatish, ovozli buyruq yoki imo-ishoralar orqali ochish mumkin. Elektr versiyadagi Aito M6 esa orqa g'ildiraklar boshqaruv tizimi bilan 309 ot kuchi hamda to'liq uzatmali umumiy quvvati 462 ot kuchi variantlarda taqdim etilgan. EV versiya 100 kWh sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, komplektatsiyasiga qarab bir zaryadda 665 km dan 760 km gacha yo'l bosishi mumkin. Crossover uchun osma pnevmatik va adaptiv amortizatorlar ham e'lon qilingan. 5 o'rinli salonida uskunalar paneli va multimedia tizimi uchun alohida ekranlar o'rnatilgan. Markaziy planshet old panel ichidagi chiqib, o'ngga yoki chapga buriladi. Aito M6 old yo'lovchi o'rindig'i qarshisida maxsus tokchaga ega bo'lib, u yerda hozir Xitoyda urf bo'lgan kolleksion figuralarni qo'yish taklif etiladi. Old panelning ushbu qismi bir nechta elektron siyohli ekranlar bilan ham jihozlash mumkin. Bundan tashqari magnitli mahkamlash tizimi ham ko'zda tutilgan. Bu orqali panelga qo'shimcha sensorli ekranni o'rnatsa bo'ladi. Yana bir noodatiy opsiya, iqlim nazorati yoki multimedia ovoz balandligini boshqarish uchun alohida aylantirgich bor. U ham magnit asosiga ega bo'lib, markaziy tunnelga mahkamlangan. Modeldagi qolgan jihozlar esa Xitoy avtomobillari uchun allaqachon odatiy holga aylangan. Markaziy tunnelda qismsiz quvvatlash uchun ikkita maydoncha, tunnelning old qismiga isitish va sovutish funksiyalariga ega tortib chiqariladigan boks o'rnatilgan. Shiftga esa orqa yo'lovchilar uchun alohida ko'ngilochar tizim ekrani biriktirilgan. Barcha o'rindiqlar albatta isitish va ventilyatsiya funksiyalariga ega. Oldi o'rindiqlarda esa qo'shimcha ravishda massaj funksiyasi ham mavjud. Aito M6 jihozlari qatoriga proyeksion displey va 21 ta dinamikdan iborat audio tizim ham kiradi. M6 ning gibrid versiyasi to'liq g'ildiraklar boshqaruv va uzatmali tizim bilan debyut qilindi. Uning kuch qurilmasi generator rejimida ishlovchi 1,5 litrli 152 ot kuchiga ega turbo benzin dvigateli va ikkita elektromotordan iborat bo'lib, umumiy quvvati 469 ot kuchiga yetadi. Xitoy ommaviy axborot vositalari yozishicha, gibrid model 37 yoki 53 kWh sig'imli batareya bilan taklif qilinadi. Faqat elektr rejimdagi yurish masofasi VLTC sikli bo'yicha 180 km dan 272 km gacha yetadi. Aito M6 ning bazaviy gibrid versiyasi dastlab $40,000 dan boshlanadi. Elektr versiyaning boshlang'ich narxi esa $42,500 ni tashkil etadi. Dipalo S07 O'zbekistonga kirib kelayotgan eng qiziq Xitoy elektromobillaridan biri. Dizayni futuristik, salon texnologiyalarga to'la, narxi esa ko'pchilik kutilganidan yuqori. Lekin savol bitta, bu model haqiqatan ham BYD va Geely'ga raqobatchi bo'la oladimi? Bugun aynan shuni ko'rib chiqamiz. S07 o'rta o'lchamdagi elektr crossover. Hozir elektromobil bozori aynan shu segment atrofida aylanyapti. Chunki xaridorlar oilaga mos, katta ham kichik ham bo'lmagan qulay va zamonaviy SUV qarashadi. Muammo shundaki, bozorda variant juda ko'p. BYD, Geely va boshqa brendlar allaqachon kuchli pozitsiyalarni egallab ulgurgan. Dipalo esa o'z o'rnini topishi lozim. Demak, ajalib turish shart. Birinchi taassurot dizayn.
S07 yo'lda juda qimmat avtomobil taassurotini beradi. Old qismi agressiv, kuzovi aerodinamik, orqa qismidagi to'liq LED chiroq esa ayniqsa kechasi unda chiroyli ko'rinadi. Eng qiziq joyi bu avtomobilning dizayni Italiyaning Turin shahrida ishlab chiqilgan. Shu sabab unda yevropacha ruh seziladi. Kapot ostida old yukxona o'rin olgan. Kundalik foydalanishda juda qulay yechim. Texnik tomonlama qaraganda 80 kWh batareya, 475 km gacha yurish zaxirasi va V2L funksiyasi bo'lib, avtomobildan tashqi qurilmalarni quvvatlantirish imkonini beradi. Dipal S07 bozorda jiddiy o'yinchi bo'lish uchun kerakli potensialga ega. Dizayn, texnologiya va narx kombinatsiyasi juda kuchli. S07 haqida hozircha eng ko'p muhokama qilinayotgan jihatlardan biri bu uning software va elektron tizimlari. Xalqaro revyuverlar avtomobil texnologiyalari bilan juda boy ekanini ta'kidlashmoqda. Biroq ayrim funksiyalar hali ham to'liq mukammal ishlamasligi ham aytilmoqda. Masalan, haydovchini kuzatish tizimi ba'zi bir holatlarda haddan tashqari sezgir ishlashi mumkin. Ayniqsa quyosh ko'zoynagi taqqan tizim haydovchining ko'zini to'g'ri aniqlamay ortiqcha ogohlantirishlar berishi haqida fikrlar bor. Bundan tashqari asosiy haydash ma'lumotlari markaziy ekranning kichik qismida joylashgani sabab avtomobil head-up display tizimiga ko'proq tayanadi. Polarizatsiyalangan ko'zoynak bilan esa bu displey ayrim haydovchilar uchun yaxshi ko'rinmasligi mumkinligi ham qayd etilgan. Shunga qaramay Dipal software yangilishlarini muntazam chiqarayotganini aytmoqda. Kompaniya over-the update-lar orqali xavfsizlik va multimedia tizimlarini yaxshilash ustida ishlayotganini bildirgan. Bu esa kelajakda avtomobil tajribasi yanada yaxshilanishi mumkinligini ko'rsatadi. Texnik tomondan qaraganda esa S07 bozorda kuchli ko'rinadi. 80 kWh batareya, 475 km gacha yurish zaxirasi, V2L funksiyasi, katta panoramali tom, premium ko'rinishdagi salon, zamonaviy multimedia tizimi. Ayniqsa dizayn masalasida Dipal ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda. Xalqaro testlarda ham avtomobil tashqi ko'rinishi eng kuchli taraflardan biri sifatida ko'p tilga olinmoqda. Bugungi elektromobil bozorida esa aynan shu juda muhim. Odamlar faqat texnik xarakteristikaga emas, balki avtomobilning hissiyot berishiga qarashadi. Shu taraflama qaraganda Dipal S07 o'ziga xos xarakter berishga harakat qilayotgan modellardan biri sifatida ko'rinadi. Eshikka yaqinlashishingiz bilan mashina sizni kutib oladi. Tutqichlar chiqadi, konditsioner ishga tushadi. O'z o'rnida ushbu funksiyalar premium hissiyot beradi. Ichkarida esa asosiy e'tibor markazida 15.6 dyuymlik katta ekran. Eng noodatiy tomoni ekran haydovchi yoki yo'lovchi o'tirganiga qarab yon tomoniga buriladi. Effektli ko'rinadi, lekin rostini aytganda bu foydali funksiyadan ko'ra ko'proq wow effektiga o'xshaydi. Shunga qaramay salon texnologiyalarga boy. Simsiz Apple CarPlay, simsiz Android Auto, istaladigan rul, ventilyatsiyali va istaladigan o'rindiqlar shular jumlasidan. Orqa qatordagi yo'lovchilar ham e'tibordan chetda qolmagan. Oyoq uchun joy keng, alohida iqlim boshqaruvi bor. Hatto old o'rindiqni ham orqadan boshqarish mumkin. Albatta O'zbekiston bozori uchun eng muhim savollardan biri servis, ehtiyot qismlar va software qo'llab-quvvatlash qanday bo'lishi. Chunki yangi brend uchun aynan ishonchlilik eng katta sinov hisoblanadi. Ammo bir narsa aniq, Dipal bozorga oddiy navbatdagi elektromobil bo'lishi uchun emas, balki BYD va Geely kabi brendlarga real raqobatlashish uchun kirib kelmoqda.